Yakkasaroy tumani Istanbul City жилой kompleksdan $135,000 ga qanaqa kvartira sotib o'tganini sizlar bilan birga hozir obzor qilamiz. Hamma narsasi bilan birga 95 kvadrat metr. Lokatsiyani yaxshilab tushuntiraman. Bu yerni ko'rasizlar, mana Istanbul City kiraverishi, tak o'ralgan devor bo'ladi. Bu yerda Genesis maktabi, bu yer tarafda 48-maktab, bu yerda Ventum Plaza, ya'ni mehmonxona, to'g'riga Yakkasaroy restoraniga chiqib ketsangiz bo'ladi. Endi sizlar bilan ichkarini ko'ramiz. Bu yerda parkovka, bolalar o'ynash maydonchasi, hamma shart-sharoitlar bor. Yakkasaroy o'zi eng elitni tuman hisoblanadi. Endi ketdi ichkarini birga sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirish qismimiz tak to'g'rida mehmonxona keladi. Keling, bu yerda mana bitta balkonni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Har bitta xonasida balkoni bor mana. Derazasi bor mana, ko'rsangiz bo'ladi. Har bitta xonada shunaqa mana tepada ko'rib turganingiz konditsioneri bor. Yozda muzlatadi, qishda isitadi. Har bitta xonada. Endi chiroyli qilib o'zingiz didingizga qarab remont qilib olasiz. Bu yoq oshxonasi, mebel texnikalar hammasi qoladi. Yana bir yaxshi tarafi mana mamtga kir mashina uchun joy qoldirib ketganlar. O'sha kir mashinaga ulanadigan narsani shu yerda ulaverasizlar. Qatar yurmaysiz, kir mashinani shu yerga o'rnatirasiz. Bu yerda umumiy yuvinish xonasi. Bu yoq tarafimiz bo'lsa, yana bitta xonamiz bor mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham o'zini tashqariga qaragan oynasi bor. Bu oxirgi 3-xonamiz. Mana bu yerda ham o'zini alohida balkoni bor, shu yerdan ko'rishingiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, startiviy $135,000 deyaptilar. Yakkasaroy tumani Istanbul City, birinchi dom. 9 etajli domi, 5-etaji 3 xona 95 kvadrat metr bo'lyapti. Shundoq kelasiz, chiroyli bitta remont qilib yashayverasiz. Aka, narxiga lekin arziydi, Yakkasaroy tumanida bunaqa narxni topa olmaysiz. Qiziqqani uchun pastda men egalar raqamini yozib qoldiraman. Rasm va lokatsiyalarni esa Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Qadrdonlar, shunaqa variantlarni o'tkazib olmaslik uchun meni Instagram kanalimga obuna bo'lib qo'ying.